Jononalar. Qo'limiz bilan ko'p harakat qilamiz, oyog'imiz bilan yuramiz, lekin qornimiz bilan nima qilamiz? Shuning uchun buksani aylantiramiz. Buksani aylantirayotganimizda oyog'imizni ozgina bo'sh qo'yamiz va poзвоночнигimizni yumshoq tashlab yuboramiz. Erkin holatda aylantiramiz. Siqib, qotib qolgan holatda aylantirsanglar, до того oxirigacha bormaydi. Shuning uchun hammasini bo'sh qo'yib, sekin, nежный aylantiramiz. Qo'llarimizni ko'tarib olamiz, o'rganayotganimizda osonroq bo'lishi uchun. Va ozginagina tizzamizni bukamiz. Qo'pchikani orqaga chiqaramiz, qorinni tortamiz va sekin astalik bilan o'ng tomondan boshlab aylantiramiz. O'ng, orqaga, yoniga, oldiga. Krug kattaroq olamiz. 1 2 3 4. Xuddi shuni tezlashtiramiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi oyog'imizni yana ham kattaroq ochamiz. Объемni ham shiroki kattaroq olamiz. O'tirib oldik. Qorin tortamiz. Buksani orqaga chiqardik. Ketdik. O'ng tomondan boshlaymiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Endi mehki aylantiramiz. Ketdik. 1 2. E'tibor beringlar. Belini yumshoq, tizzalarini bukib, объемni kattaroq qilib aylantiryapti. Endi oyog'imizni yopamiz oxirigacha. Yopdik. Sal bukdik tizzani. Oyog'imiz oxirigacha yopilgan. Qo'pchikani chiqaramiz chuchut orqaga. Qo'llarimiz teparoq, qorin tortamiz, yana aylantiramiz o'ng tomondan boshlab. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tezlashtiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana endi tepaga, pastga aylantiramiz. Tepaga bitta, pastga bitta. Uning uchun oyog'imizning orasidan ozgina ochib olamiz. Chut-chut. Bir qarichgina. Sal o'tirib oldik. Qo'pchikani orqaga chiqarib oldik. Qorin tortamiz. Ketdik. 1 2 tepaga, pastga. Tepaga, pastga. 1 2 1 2 1 2 1 2. Bunda qanaqa qilyapti? Faqat tizzani ishlatyapti. Tizzamiz borib kelyapti, borib kelyapti. A popchka oddiy holatda aylanveradi. Yana bitta ko'rsatamiz. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tak, hurmatli jononalar, faqat aylantiringlar. O'zingizlar ustingizda ishlanglar va jonona bo'linglar. Ketdik.